podkast arxitektura, remont, dizayner, interyer. O'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, Abdulloh Sulaymonov shunaqa Studiyo ochib, duoni olib, hozirgilarga o'xshagan. hozirgi duvoni olmaydim. Kamdan kam olishadi. Kaliti zubdan cho'tkasigacha, chochig'igacha qo'ydirib beramiz. Qo'yaveradi. Qanchalik hozirgi paytda bizga kerak bo'lsa? Men juda kam deb o'ylayman. 10 kunga 60 ming yil bo'lsa. Yo'q, quchoqlashayotganda ko'zda yoshini ko'rsangiz, maza qilaverasiz. Taxminan necha pul? Rovni 1 million ketgan. Yo'q. Ya, addishi bo'ladi. Nisbat addishi bo'ladi. Bu podkast manfaat deb nomlanadi. Nimaga ayni manfaat? Bu podkastda qurilish, arxitektura, dizayn sohasida kim ishlasa, umuman hammaga tegishli bo'ladi-yu, qurilish, remont, arxitektura sohasi. O'shaning uchun bu podkastimizni manfaat deb boshladik. Bugungi birinchi mehmonimiz ham Abdulloh aka Sulaymonov. Assalomu alaykum Abdulloh aka. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz bizani birinchi sonimizga. Salomat bo'ling. Qadamlaringiz qutlug' kelib, qo'llaringiz yengil kelib, podkastimizga dizaynerlar, arxitektorlar va вообще kimni chaqirmoqchi bo'lsa, o'chirt bo'lib ketsin, aka. Xudo xolis, amin, amin. Charchamayapsiz, aka, Ramazonlarda uydagilar hammalariga yaxshimi? Salomatmisizlar? Ishlar bilan charchab qolmang. Alhamdulillah, Allohga shukr. Abdulloh aka, ozgina biza podkastimizni tushuntiraman, nima haqidaligini. Bu podkast arxitektura, remont, dizayner, interyer, tovarlar, hamma narsaga tegishli bo'ladi. Mavzuyimizni erkin, mazza qilib gaplashamiz siz bilan, xudo xolasa. Aynan manfaat deb nomlaganimiz ham shu, hammamizga, sizga ham, menga ham, bizani ko'rib turgan hammaga bu manfaatli bo'lsin, ilohim. O'zingizni tajribalaringizni, yig'gan nauklaringizni, o'zingizni qobiliyatlaringizni bizga baham ko'rishasiz degan umiddaman. Xudo xolasa sizdan yaxshi, o'zingizdan qizg'anmasdan beravering, mayli. Ya, addishi bo'ladi. Nisbat addishi bo'ladi. Xudo xolasa addishi bo'lsin. Abdulloh aka Sulaymonov, sizni hamma ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun qisqacha tanishtiraylik. Sizni o'zi kimsiz o'zi bu sohada? O'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, Abdulloh Sulaymonov, arxitektor, dizayner yo'nalishi bo'yicha, arxitektura dizayn yo'nalishi bo'yicha shu sohadan asta-sekin faoliyat olib borib kelyapmiz 2002-yildan beri. 2002-yildan beri shu sohadamiz. O'tmishga qaytadigan bo'lsa, o'tmishda 2002-yil boshlangan, bir 5 yilcha shogird bo'lganmiz. Keyin har xil arxitektura dizayn studiyalarida ishlaganmiz, faoliyat olib borib. Taxminan 2011 desak ham bo'ladi. O'shandan keyin o'zimni faoliyatimni boshlaganman. O'zingiz alohida chiqib, ustozlardan studiya ochib, duoni olib, hozirgilarga o'xshagan. Hozirgi duoni olmaydim. Kamdan kam olishadi menimcha. Bor, ko'p emas. Yaxshi shogirdlar ko'p. Tushunarli. Hozirgi paytda o'zingiz jamoangiz bor. Jamoangiz bilan birgalikda ijod qilasiz. O'sha jamoa bilan ketyapsiz. Shunaqa. Endi bizda ko'p holatda arxitektura dizaynda o'zi chiziladi, boshqa qilinadi, lekin qurilish etapiga o'tilmaydi. Bizda alohida ajralib turadigan tomonimiz. Hozir unaqa organizatsiyalar ko'payyapti. Bizda o'sha podключ qurilishi bilan ham olamiz. Ya'ni prorabskiy uslugalarimiz ham bor. O'zimizning 20-30 ta brigadamiz bor. Shu sferani ichida, ya'ni faqatgina o'tirib chizmaymiz, qurilishda ham ishtirok etamiz. Sizlarga yer berib pulni bersa bo'ldi ekan. Bo'ldi. Kaliti zubdan cho'tkasigacha, chochig'igacha qo'ydirib beramiz. Juda ham zo'r. Arxitektura sohasi qanchalik bizga hozirgi paytda kerak? Mana bunaqa siz aytyapsiz uslugalar, misol uchun bu uslugalar men bilaman 5-10 yil oldin yo'q edi bunaqa uslugalar. Podключ degan. Qanchalik hozirgi paytda bizga kerak bu uslugalar? Buni endi o'tmishga yana qaytaradigan bo'lsa, ota-bobolarimiz bilsangiz agar buzurishgan, qururishgan u paytda chizmalar kam bo'lgan. Ya'ni chizilsa ham qo'lda chizilganda. Ya'ni men aytaman, shu ota-bobolarimiz davrida buzishgan, qurishgan-ku, hayotda qilishganda, rasxodlar juda ko'payib ketgan. O'sha rasxodlarni minimallashtirgan holatda uni chizma ko'rinishiga o'tkazsak bo'ladi. Men aytaman, o'shani chizmada, ya'ni qog'ozda buzib quraylik deyman. Namnoga tekinga tushadi. Ancha ekonom bo'ladi. Ya'ni endi kerakligi bu birinchi o'chirtda men har doim aytaman, bu narsani oldingi videolarimda ham aytib kelganman. Безопасность bizani studiyamizda birinchi bo'lib
qurilishda o'sha bezopasnost bo'lishi kerak. Mana Turkiya voqealarini ko'rdi, zilzila bardosh bo'lishi kerak edi binolar. Shunaqa. Ikkinchidan komfort bo'lishi kerak, yashashga qulay bo'lishi kerak. Inson ya'ni o'zini xotirjam his qilsin, o'sha yerda hamma sharoitini o'zini odam harakatlari deymizmi, ergonomika qonun qoidalari bor-ku, o'shanga muvofiq o'zini har kuni mana kunimizni harakatdan iborat-da. Harakatlarini bir komfortga, ya'ni qulaylikka aylantirishimiz kerak. Bir xil xonadonlar qilinadi, juda noqulayliklar juda ko'p deydi-da. O'sha qulaylik uchinchi o'rinda bizada chiroy turadi. Shunaqa. Abdulloh aka, men sizlarni kuzatamanda, asosan ko'pchilik mana dizaynerlar chiroyli mebellarni ko'rsatadi, chiroyli devorlarni, chiroyli narsalarni ko'rsatadi. Siz pastda ya'ni mana shu qulaylik, ergonomik funksionalni gapirasiz-da. Hozir ozgina shu haqida tushuntirib bera olasizmi? Misol uchun mana birinchi o'rinda xavfsizlik, qulaylik, keyin chiroy deyapsiz-da. Misol uchun agar kimdir puli ekonomliroq bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda nimaga qarash kerak? Xo'p, agar qurilish qiladigan bo'lsa, birinchi o'chirda aytganimizdek xavfsizlikka qarash kerak. Uyni interyer dizayni deb oladigan bo'lsa, ichki tarafidan qiladigan bo'lsa, ya'ni dizayn qildiradigan bo'lsa, u qulayligiga e'tibor berish kerak. Qulayligiga e'tibor berish kerak. Qulaylik. Masalan, oladigan bo'lsa, spalniyda yotoqxonada kravatni oladigan bo'lsak, yonida shkaf turadigan bo'lsa, ko'pchilik e'tiborga olmaydi, 60 sm qilib qo'yadi masalan. Bu shkafni ochib turib odam egilishi bor, ertaga narsa olishi bor. Kamida o'sha 1 metr, 1,5 metr o'zi normativ bo'yicha qiladigan bo'lsa, ertaga boshini urib olmaydi yoki sog'lig'iga jiddiy bir ta'sirlar qilmaydi-da. Bu bitta pul tikiladi, ancha yil mazza qilib o'sha yerda yashaydi. Albatta. Ko'pchilik. Endi bizada remont qilgandan keyin keyingi zurriyotlarga ham ishlash kerak-ku, 50 yil, 60 yilga qarab ketadi-da. Bitta katta pul tikilinadi, keyin ertaga u xizmat qiladi. Mana o'shaning uchun ham arxitektorlar, dizaynerlar kerak. Mana hozir videoni manfaat deb nomlabsizlar. Bu ham shu manfaatga to'g'ri kelyapti-da. Ya'ni insonlarning manfaati ustiga bizning xizmatimiz quriladi-da. Ya'ni ular manfaat olsin bizning xizmatimizdan. Tushunarli. Abdulloh aka, qarang. Hozir mana boshladingiz. Bundan oldingi misol 2002-yilda boshlaganmiz bu sohani. Undan keyin mana hozir 2024-yil. Keling ozgina tarix, hozirgi payt kelajak haqida gaplashsak. Misol uchun mana oldin men yoshligimda esimda uylarimizni hashar qilib qurilardi. Kimdir mahallada qurgan bo'lsa, o'shanga qarab turib o'sha uy to'g'irlanardi. Ko'p narsalarga e'tibor berilmasdi. Hozirgi mana oldingi arxitektura, dizayn, misol uchun hozirgi paytda va kelajakda qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, oldingi holat yaxshimi, hozirgi holat yaxshimi, kelajakda yaxshiroq bo'ladimi? O'shani farqlarini ozgina erkinroq bir gaplashsak. Siz endi qaysi jihatdan savol berayotganingizni yaxshi to'laqonli 100% anglolmadim, lekin bir 60% tushungandek bo'ldim. Qurilish materiallari alohida tema, uni ko'rinishi alohida tema, arxitekturning yechimlari alohida tema, ko'p bitta jarayonlar. Jarayon ko'p. Ya'ni masalan, paxsadan qurishgan ota-onalarimiz turgan shu uylar ham masalan, oladigan bo'lsak. Haligacha bor. Masalan, yozda sovuq, qishda issiq bo'ladi masalan. Hozir nima qilyapti? Yevropa bizdan o'sha qonun qoidani olyapti-da, 2 qavat paxsa qilib turib, o'rtasini havo aylanadigan sirkulyatsiya qilyapti, bilsangiz. O'sha paxsadan uryapti-da, o'rtada ma'lum bir havo aylanishi uchun joy qoldiryapti-da, uni keyin tomdan o'tkazib yuryapti. U shunaqa sirkulyatsiya bo'lyaptiki, yozda salqinlik beryapti, qishda suvlik beryapti. U keyin texnologiyani bizada o'zimizga qimmatroq qilib pullashyapti. Olasanglar qilib beramiz o'zimizdan o'g'irlab turib, o'zimizga alohida sotishyapti. Shunaqa o'zimizga sotishyapti. To'g'ri, mana biza arxitektor, dizaynerlar mana o'shaning uchun nimaga o'qish kerak, o'zini ustida ilm olish kerak, izlanish kerak, borib chekka chiqib ko'rish kerak. Ular mana shu narsalarni qilib, bizdan qanchadir oldinroq o'tib ketganmi? Nima deb o'ylaysiz? Xo'p, ya'ni qanday aytasizmi? Yevropani nazarda tutasizmi? Yevropani nazarda. Endi ular ham ancha izlangan, o'ziga yarasha bizdan oladigan narsalar ham ko'p bo'lgan. Men OX o'sha Nova Color deb oladigan bo'lsa, bir Italiyadan o'sha OX kompaniyasini rahbarini Claudio ismi kelmadi xullas. O'sha OX kompaniyasini direktori kelganda 2-3 ta italyanlar kelishganda, o'shanda bir qiziq narsalarni aytib bergan. Ya'ni har bir millatda o'zini belgilari bo'ladi-da. Ya'ni masalan ornamentlar desak bo'ladi, imoratlarda, qurilishlarda, chiroylarida shu narsalarni arxitektor, dizaynerlar saqlab qoladi kelajagiga degan bir insight berganda, foydali ma'lumot aytganda. Ya'ni sizlar shunaqa darajada o'zingizlarni, millatingizlarni
o'sha chiroyini har taraflama ornamentlarni bo'lsin o'sha proyektlarga olib kiringlar, o'zbeklikni odamlar his qilib tursin degan ma'nodada. Ya'ni bu ham bitta fishkada, o'zimizni millatimizni ko'rinishi, saqlanib qolishi. Super. Hozir o'zimizni milliy naqshlarimiz, milliycha ranglarimiz, ana o'sha narsalarni saqlab qolinglar deyapti. Qanaqadir masalan oldin deydiki ganchlar yo'q ketdi-yu, lekin bir xilla qildiradi shuni. O'zining muxlislari bor. Lekin qisman o'sha qaysidir xonalarimizda o'shani bir elementlarni qoldirib ketsak ham bu ham bitta anaqa eslatma bo'lib turadi. O'tmish eslatib turadi. Kimligimizni eslatib turadi. Ha, kimligimizni eslatib turadi. O'sha narsani zamonaviy faqat zamonaviy qilib ko'rinishda o'zi. Juda ham zo'r. Qarang, o'sha italyanslar aytishyapti bizga mana shu o'zinglarni urf-odatinglarni, ya'ni o'sha milliycha bezakinglarni qo'yinglar, mana interyerga, arxitekturaga ishlatinglar deb. Qanchalik bizda ishlatilyapti shu narsalar? Men juda kam deb o'ylayman. Juda kam, bir bo'lsa bir 5% ham yo'q bo'lsa kerak. Nima qilishimiz kerak Abdulla aka o'shalarni? Birlashib turib hamma shunga harakat qilish kerak. Bir yoqadan bosh chiqarib, shaharning ko'rinishini, qishloqlarning ko'rinishini, hozir yangi qurilayotgan joylarni albatta o'sha narsadan foydalanishimiz kerak. Mana masalan Dubayga borsangiz, osmono'par binolarda, bu yerda shunaqa qonun qoidalar chiqarilgan. Bitta bino qurilgan bino ikkinchi binoga o'xshash kerak emas. O'xshasa shtrafi bor. Yo'q, o'xshasa shtrafi bor. Kopiyadan chiqib ketishimiz kerak-da. Mana bunaqa pest kopiya qilishdan chiqib ketishimiz kerak. Savolni sizga bermoqchi bo'lib turdim. Menda o'zimda ham ko'pchilikda misol uchun klient keladi bizga, o'rtog'ini uyini yoki internetdan qaysidir joydan olib turib, mana shunaqa bergin deydi menga-da. Men aytaman, ozgina suhbatlashish davomida uni xarakteridan kelib chiqib, ozgina u bilan gaplashib, uni nima qanaqa dunyoqarashi, qanaqa ranglar ko'proq yaxshi ko'rishini, ozgina psixologiyani ishlatib, unga mana bunaqa yechim beraman desam, ko'ra olmaydi-da o'sha narsani. Yechimni ko'ra olmaydi. Yo'q, mana shunaqa bergin deydi. Biza shunchalik darajada ketib qolganmizki, o'sha Yevropaga hozir yetayotganimizdagi faqat bizda standartni shablonlar bo'lib qolgan. Shablonlar bo'lib qolgan o'sha narsani. Bu narsalarni shu siz aytganingizdek yechimi men endi hozir tushundim. Birlashishimiz kerak. Birlashib, suhbatlar o'tkazib, master klasslar o'tkazib, o'sha o'qib, bilim olib, o'sha narsadan chiqib ketishimiz kerak ekan. Bu eng yaxshi yechim ekan. Mana ustoz birlashmasidagi akamiz bor edilar. Ismlarini hayolimdan esimdan chiqdi. U okalardan ham masalan o'rganadigan narsa ko'pda, naqqoshlik bo'yicha полностью o'sha ustoz birlashmasini anaqasi bu pokoleniyasida kelishgan. Shulardan masalan qaysi element qattiq qo'yiladi, u nima ma'nolarni bildiradi. Shu narsalargacha o'rganib turib o'sha joyiga qo'yilsa, bizning tariximiz kuchli juda ham. Arxitektura sohasida, har bitta kerak bo'lsa novdasigacha uni ham o'zini tarixi bor-da. Albatta. Masalan, Bahovuddin Naqshbandiy, bu yoqda katta o'sha hozirgi kundagi endi rassomchilik tarafidan masalan ijod tarafidan oladigan bo'lsak, ko'p-ku insonlar, rassomlar, ularning ham o'zini bazasi, tarixi bor-da, shu tarixi bo'yicha yo'naltiradigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Abdulla aka, qarang, hozir paytda o'zingiz ko'rib bilib turibsiz, dizayn sohasi juda ham rivojlanyapti. Ya'ni bizda qurilish, mana arxitektura sohasi rivojlangan sari dizaynerlar ham shu darajada ko'payib ketyapti. Misol uchun men o'zim ko'p ko'rganman, ko'p menga dizayn proyektlar olib kelishadi, qarayman. 3 oylik kurslarni bitirib, bo'ldi, o'zi bitta studiya ochib, bitta joyga arenda olib, kompyuter olib, sira dizayn proyekt qilishni boshlab ketadi. Bizga olib kelishadi, u narsani biz realizatsiya tomonlama rosa qiynalamiz-da. O'shani qanaqa qilib biz shakllantirsak bo'ladi, ularni ustida ko'proq ishlab, misol uchun bizda mana o'qishlarimiz bor. 4 yillik oliy ta'lim, u yerdan ham misol dizaynerlar chiqadi. Dizaynerlarni savol bermoqchi bo'lganim, sizga dizaynerlarning saviyasini qanaqa qilib ko'tarsak bo'ladi? Mana hop, yaxshi savol berdingiz. O'rinli savol deb o'ylayman. Hozir kecha kunduzda birinchi o'chirda men o'ylayman, shu olgan ta'limini, bilimini arxitektor bo'lsin, dizayner bo'lsin, shu 4 yillik bo'ladi, 5 yillik olingan ta'limni tajribada qo'llash kerak bo'ladi. Ya'ni qurilishlarga chiqish kerak bo'ladi. Shu siz bergan narsasini borib kerak bo'lsa ustalarning tepasida gipsokarton qancha tushyapti, malyarkada nima ishlatilyapti, qanaqa qilsam tiyaga qo'pollashib ketmaydi, qanaqa qilsam mana shu formadan chiqib ketmayman, dizaynga muvofiqlashtirish kerak-da, o'zi ishtirok etish kerak. Ya'ni mualliflik nazorati deymiz-mi? Hozirgacha kunduzda mualliflik nazorati. Shu narsa kamayib ketganda, ofisda o'tirib chizish bu bitta tema bo'lsa,
jarayonga aralashib yurishlik bu har bitta materialni qanaqa qilib ishlatish kerak, shunaqa qayerdan olish kerak uni. to'g'ri, endi bozordagi narsani qilmasa ertaga hozir ko'p konfliktlar shundan kelib chiqadi, bizga ham kelishadi. Eng og'irli joyi shu kelishadi, voy bozorda yo'q narsani qilib qo'yibdi, men Xitoyga borib kelmayman dedi. Hammada byudjet har xilda. Shunaqa. Eng mana shu og'irlik joyi ham shu. Og'riqli nuqtasi shu. Dizayner juda ham ijodkor, kreativ fikrli degan odamda har xil narsalarni ko'ziga chiroyli ko'ringan narsani chizib tashlaydi. Ertaga uni realizatsiya jarayonida lekin uni prorablar yoki uy egalari olib kelib uni qo'yish muammo bo'ladi. Mana hozir mualliflik nazorati degan so'zga urg'u berdingiz. O'sha mualliflik nazoratini hozir misol uchun dizayn proyekt chizayotganda o'zi alohida pul. Alohida pul. Siz maslahat berasiz o'sha hozirgi yosh dizaynerlarga, u o'sha pulni olmasdan to'pato'g'ri. Tekinga olmasdan bo'lsa ham masalan 10% ni olsin o'shani. Ozgina. Borishiga yo'l kirasiga olib turiladimi masalanda, o'zi anaqa xarajatlariga olib turilsa ham. Bermasa ham lekin o'sha bilim bo'lib qoladi u uchun. Katta bilim bo'ladi. Katta bilim dargohi bo'ladi, ya'ni qurilishga chiqishlikni tavsiya qilamiz. Hozir payt shogirdlaringiz bormi? Shogirdlar bor, asosan mutaxassislar bizda. Mutaxassislar shogird olmaysizmi? Shogird yo'q. Nimaga? Shogirdlar olamiz, endi uslovni olamiz-da, shartnoma asosida. Shartnoma asosida sizga shogird keladi, qanchadir muddat sizga ishlab berish kerak bo'ladi. Ishlab berish kerak emas, o'sha optini oshiradi. Keyin bizda qolmoqchi bo'lsa, o'ziga yarasha o'sha dogovor qilamiz. O'sha betda bizda ishlab turib haq topishi mumkin bo'ladi. Ya'ni arxitektura dizayn sohasida shu finans olishi mumkin bo'ladi, pul olishi mumkin bo'ladi bizda. Ishxonamizda ishlasa bo'ladi demoqchiman-da. Hozir lekin bu faoliyatni pashta to'xtatib qo'yganmiz, sababi unga ajratiladigan vaqt deyarli yo'q deb bizda kam. Endi lekin maktab ochish niyatimiz bor, o'shanda uje shogirdlarni ko'paytirsak bo'ladi. Ya'ni arxitektura dizayn yo'nalishi bo'yicha maktab ochishni reja qilib turibmiz. Arxitektor dizaynerlar oliy ta'limdan o'rganib chiqib bemalol ishlab ketsa bo'ladimi yoki ular ham qanaqadir shogird tushib o'zini ustida ishlab anaqa qilish kerak bo'ladi? Aytolmanku, mana oliy ta'limda ishlayotganda bitta yutug'i bo'lsa, ikkinchi yutug'i ularni o'sha jarayonni o'zida, mana ikkinchi kurs desak, ikkinchi kursni o'zida o'sha ular harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha institutda o'qiyotganda yoki oliygohda o'qishayotganda borib arxitektura dizayn yaxshiroq seryozni kompaniyada shogird bo'lib tushaman desa, uncha-munchasi menimcha oladi yoki tanish orqali chiqish kerak bo'ladi. Shu yerda tajribani orttirsin demoqchiman-da. Sirazi o'ziga ofis ochib, studiya qilib, anaqa ketmasin, kimnidir borib ishlab, tajriba orttirib, keyin yoki prorablarga taklif qilish kerak bo'ladi-da. O'zini uslugasi, mana aka, men sizga kerak bo'lsa boshlanishiga tekinga ishlayman. Bizda ham shunaqa jarayonlar o'tgan. Tekinga, albatta, shogirdlik paytlarimizda tekinga juda ko'p ishlaganmiz. Tushunarli. Xo'p. Abdulloh aka, mana o'tmish haqida gaplashdik, dizayn haqida, arxitektura haqida. Hozirgi kunda bo'layotgan jarayon, hozirgi kunda bo'layotgan talablar qanaqa bo'lyapti mana sizlarga? Xo'p, hozirgi kunda talab juda yuqori arxitektura dizayn sohasi bo'yicha. Buni bozorda ham ko'rsak bo'ladi, juda ko'p. Qurilishlar juda ko'p bo'lyapti o'zimizda, O'zbekistonda. Xo'p, hozirgi kunda boyiga yana temaga qaytadigan bo'lsa, juda ko'p bir xillik ko'payib ketyapti. Ya'ni milliy narsalarni olib kirmaslik, faqat milliyga anaqa qilmoqchi emasman, targ'ib. Shu o'zbekligimizni saqlab qolish uchun o'sha narsalarni ham ishlatishimiz kerak bo'ladi-da. Ya'ni o'tmishni gaplashdik, hozir kecha kunduzda o'sha imoratlarning bir xilligi odamni zeriktirib qo'yishi, masalan bir xil davlatlarga chiqsangiz, juda bir xil bo'lsa ham har xil ranglarda bir chiroyli qilib qo'yishadi-da. O'shani atmosferaga ta'sir qiladi, ya'ni. Mana ko'p kuzataman-da, statistika eshitdim-da. Toshkent shahrida, misol uchun viloyatlar bilan olib qolsak, 1000 ta dom qurilish vazirligining ro'yxatidan o'tgan ekan. 1000 ta dom. 1000 ta domda men o'ylashim bo'yicha bir 5 xil yo'nalish bor. Faqat ko'rinishi bir xil hammasini. O'shaning uchun siz aytayotgan mavzuyingiz o'sha o'zgarish, takrorlanmaslik. Mana Dubay misol qildik-ku. Dubayga chiqsak, masalan, qonun qoida ishlangan, o'sha bir xillarga bir-biriga o'xshamasa shtraf qilinishi masalan. Shunaqa qonun qoidalar ham ishlab chiqishimiz kerak ekan, demoqsa? Yo'q, uni bilmadim-ku, lekin
aytmoqchi bo'layotganim shahar go'zalligiga bu ta'sir qiladi. Mana oddiy misol Nesuanni oladigan bo'lsak. Kayfiyat beradi. Nesuan mana oddiy bitta bo'lib chiqdi bizda masalan. Unga o'xshagan binoni men hali ko'rmadim. Turistlarni jalb qiladi bu. Turistlarni jalb qiladi, har taraflama masalan. Har tomonlama. Mana hozir yangi O'zbekistonda katta loyihalar ishlanyapti. Erta ham menimcha takrorlanmaydigan proyektlar bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lsa. Bir-biriga o'xshamaydigan yangiliklar ko'payyapti-yu. Xudo xohlasa. Abdulloh aka qarang, dizayn mana chizasizlar-yu. Qayerdan g'oyalana olasizlar? Ha, nozik savol berdingiz. Tochkasiga o'rdingiz dedi. Hop, g'oyalarga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib klient psixologiyasini o'rganib chiqamiz-da biz ham. Ya'ni u nima yoqadi, qanaqa rang yoqadi, nechida uxlaydi, nechida turadi. Shu narsalardan kelib chiqib turib, uni xohlayotgan kayfiyatini xonadoniga olib kirishga harakat qilamiz-da. Shunda u mazza qilib yashashga harakat qiladi. Undagi u xohlayotgan narsani bermasangiz, keragidan ortig'ini bermasangiz, u baribir u yerda diskomfort yashaydi. Masalan, oddiy misol ranglarda ham har xil ranglar bor-da. Baqirib turuvchi ranglar bor. Spokoniy ranglar bor. Bu nima beradi desa, yillar davomida odamni asab tizimiga ta'sir qiladi. Yorug'liklar, ayniqsa asab tizimlariga ta'sir, psixologiyaga. Ya'ni rang baqirib turishi uyda, xonadonda men aytaman, mana shu yerda hozir bardoviy to'q rang olib kelib qo'ysa, juda ko'p o'tira olmaysiz-da. Uje asabingizga ta'sir qilishni boshlaydi-da. Shunaqa narsalarni ishlatilinadi. Bu tajribasizlik ortidan deb bilaman-da, rangi psixologiyasi bilan. Keyin u yillar davomida ta'sir qiladi. Asshina ham xuddi shunaqa. Masalan, hozirgi paytda bilsangiz LED chiroqlar ko'payib ketdi-ku. LED chiroqlarda shunaqa telefonda olsangiz pirillab ketadi. Bilasiz? Shunaqa. O'sha diodini o'zini normativi bo'yicha qo'ysa, telefonda qilsangiz u pirillamaydi. Xonani razmerlariga, balandliklariga, joylar, ranglariga moslash kerak bo'ladi. Moslash kerak bo'ladi. Keyin o'sha o'zidan chiqarayotgan yorug'ligini, masalan, kelvini yoki mana vatlarini masalan to'g'ri berilmasa, o'sha pirillab jimillaydi-da. U odamga bilinmaydi, telefonda ko'rsangiz bilinadi-da. U yillar o'tishi bilan ko'zdagi o'zi moddalar bor. O'sha moddalarga ta'sir qilgan holatda zreniyaga ham ta'sir qiladi. Ko'rasizlar, hurmatli o'rtoqlar. Dizayn proyekt zakaz qilayotganingizda prosta sizlarga qo'yilgan rasm emas, sizlarni sog'lig'inglar, sizlarni hayotingizga bo'lgan qarash, qulayliginglar, psixologiyalar ko'rasizlar. Ozgina pulga sizlarga qancha narsa berilyapti. Shunaqa. O'sha gap yo'q, Abdulloh aka. Xo'p. Endi boyagi mavzuga yana ozgina qaytadigan bo'lsa, kelajakda nima deb o'ylaysiz? Qo'shimcha qilib ketsam maylimi? Asshina haqida. Asshina o'tmishga qaytadigan bo'lsa, yana o'tmishda o'sha SSSR paytidan oladigan bo'lsa, bir xil asshina bo'lgan. Sariq lampochka bo'lganda, uni kelvini baland bo'lganda, ya'ni o'zi hozirgi paytdagi o'sha Yevropadagi yo umuman buni ustida ishlaydigan, asshinani ustida ishlaydigan mutaxassislar shuni ixtiro qilyaptiki, ya'ni hamma narsani o'zi tabiatdan olgan yaxshi-da. Ya'ni tong otganda, quyosh chiqqanda inson o'zini yorug' bo'lib chiqadi bilsangiz. Yorug' bo'lib chiqqandan keyin bodri his qiladi-da, energichnik bo'lib ishga anaqa layoqatli kuchayib ketadi-da. Keyin obed paytiga keladi. Obed paytidan o'tgandan keyin o'sha soat taxminan 4-5 deb aytadigan bo'lsak, asr paytiga oladigan bo'lsa, shom paytida botayotganda qizarib botadi. Bilasizmi u nimaga unaqa? O'sha asshinalarni ham spalniga mana shu asr paytidan olishliklarni bir sabablari bor o'ziga yarasha. O'sha paytda sizga signal keladi, ya'ni uyqu gormonlari ishlashni boshlaydi. Ya'ni tanangizga siz uje charchaganingiz haqida informatsiya keladi. Tana o'zi o'shandan keyin moslashadi. Ya'ni o'sha sariq 2700, ya'ni 2500 kelvinlarni oladigan bo'lsa, sariq osvesheniyalar kafelardan beriladi-ku. Bu yotoqxonaga berish kerak, uyqu gormoningizni tezroq ishlatib yuboradi bu. To'y siz charchaganingizda telefon o'ynab hozirgi paytda 1-2 qilib uxlanadi-ku. U narsani sekin qo'yib turib uyquga tezroq ketasiz. Ya'ni bu tabiatdan olingan o'zi asli. Ana, ko'ryapsizlarmi? Demak, pulingizga arziydi lekin mana dizayn proyekt tuzdirishinglar. Ishxonalarda masalan ofislarni oladigan bo'lsak, erta o'sha o'zini kelvinlari bor, 4000 balandroq, yorug'roq berish kerak. Erta naborotiga ishlatib qo'yilinsa, uyqusirab qoladi, odam ishlagisi kelmaydi. O'shanga o'zining normativlari, qonun qoidalari bor. O'sha bo'yicha ishlatsa, asshina juda bir foydali bo'ladi. Har bitta narsani to'lkasishini, har bir narsani. Shunaqa hozirgi umli domlar chiqyapti. Farzandingiz uxlamaydigan bo'lsa, kechikib ketaveradi. Hozir farzand telefon o'ynaydi yoki o'yinchoq o'ynaydi. Shunaqa demirniy lampalar bor. Sekin asshina pasayadi-da. U uyqusiga ta'sir qilib turib, o'sha
xiralashganni hisobiga sekin uyquga ketib qoladi. Shunaqa sir sinoatlar ham bor-da, detskiy xonalarda. Umniy domlada mana shu yorug'likni o'zi kontrol qilib beryapti. Shunaqa Vaqt soatiga qarab. To'g'ri. Juda ham zo'r. Boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, endi kelajak haqida ozgina gaplashaylik. Kelajak haqida arxitektura, o'sha dizayn interyerlar qarab biz ketamiz. Nima deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, bu yog'i odamlar ko'p charchyapti. Ya'ni bir xil insonlar bilan ishlaymiz, yuqori kontingentda ishlaganingizdan keyin bilib qolasiz, ular hayotda juda vijir-vijirlardan, hayotdagi zeb-ziynatlardan, hayotdagi juda ko'p narsalarni ko'rib olgandan odam baribir charchaydi. Oddiylikka intiladi. Tabiiylikka intiladi. Xotirjamlik xohlab qoladi. U qayerdan oladi u xotirjamlikni desa, vajir-vujirlardan olmaydi. Tushunarli. Oddiy narsadan oladi. Kerak bo'lsa, loysuvodan oladi deydi. O'tmishga qaytadigan bo'lsa, nima demoqchiman? Minimalizmga men qarashim bo'yicha, o'zimning fikrim bo'yicha minimalizmga qarab ketadi bu yoq. Ya'ni boy insonlar ham, o'rta hollar ham, oddiy yashaydiganlar ham soddalikni xohlab boraveradi bu yoqqa deb o'ylayman. Mana bitta oddiy misol insight etib beradigan bo'lsam, bir mijozimiz bor edilar. Juda katta ishlar qilishganda vaqtida, hozir ham shunaqa ishlar qilishadi. Oddiy soatda tiqillagani yoqmaydi. Soatni anaqasini oldirib ber menga, chiqir-chiqirini deydi. Masalan, oddiy soat turadi. Chiq qilgan ovoz bo'ladi. Asab sistemasiga ta'sir qiladi-da. Shu narsalarni ham kerak bo'lsa razraботga qilish kerak bo'ladi dizaynda. To'g'ri aytasiz. Mana chetga chiqsangiz ham, masalan, Dubayga chiqsangiz ham 3 million, 4 million, 5 million dollarlik villalar bo'ladi. Kirsangiz hech narsasi yo'q. Tep-tekis devor. Oppoq, oddiy, однотонный ranglar, faqat zo'r, chiroyli, удобный mebellar. Lekin narxi o'sha katta narxlar. Men oddiy misol aytaman. Abu Dabida yaqinda bitta analiz qildim-da, Bookingga kirdim, analiz qildim. Gostinitsalar 10 kunligini necha pulagan. Har xil variantlar chiqyapti-da. Hozir shu misolda bitta villani ko'rib qoldim. Bitta 10 kuniga 60 ming dollar chiqarib berdi. Ichiga bitta interyerlariga baho beradi. Bitta qarab ko'rsam, juda sodda, hech narsasi yo'q. Oqqa bo'yab qo'ygan, qayerdadir seriyaga bo'yab qo'ygan, qayerdadir beton turibdi-da, oddiy mebelirovka qilib qo'ygan. 10 kunga 60 ming dollar sotdi. Vaholanki 10 kunga 1000 dollarlik joylar ham bor. Ular vajir-vujir bo'lib yotibdi-da. Rostqish bo'lyapti. Rostqish bo'lyapti-da. O'sha ko'ryapsizmi? O'sha mashina ichida yurgan boy kontingentlarni nimani xohlashini bilib turib, shunga podxod berishyapti o'sha. O'sha ular oldindan ishlanmoqda. Oldindan bariga bizga qaraganda ular oldinroqdan ularni bular butun dunyoni hisobini olyapti. Masalan, sayohatchilarga sayohat qilishga zo'r davlatda, Dubaylar, Abu Dabilar, ular oldindan o'ylab turib, shu villani qurib turib, bu yoqqa kim qanaqa pul to'lashini oldindan analiz qilib turib, shu narsani qurib qo'yyapti. O'sha kontingentni o'sha oldindan hozirgi kecha kunduzda o'sha 50 yil, 100 yilni o'ylab qo'yishyapti demoqchiman-da. O'sha mana shu arxitektura sohasi oldinni 50 yil oldin o'ylab qo'yyapti hozirgi paytda. Albatta, hozirgi paytda biznes egalari. Ya'ni arendaga topshiryapti, oldindan o'ylayapti. Juda ham zo'r. O'zingizni eng yaxshi ko'rgan stilistingiz, ya'ni dizayningiz. Xo'p. O'zimni eng yaxshi ko'rgan stilistikam. Soddalikni yaxshi ko'raman. Soddalikni yaxshi. Juda sodda, odam joniga tegmaydigan, bir kirganingizda minimalizmni yaxshi ko'raman. Erta ortiqcha narsa bo'lmaydi. Shu narsa yoqadi menga. Mana qarang-da, bizada menga ko'p savol berishadi-da. Mana uyim remont qildirmoqchiman. Xo'p, qanaqa remont qildirmoqchi? Arzonroq. Xo'p, qanaqa stilli dizaynni, minimalizm. Odamlarni ongida shu narsa o'tirib qolganki, minimalizm bu arzon remont deb. Aslida bu ozgina o'zingiz tushuntirib bering shuni. Hop, minimalizm sizga masalan xotirjamlik desa, qanaqadir dunyoviy jihatdan xotirjamlik berib turadigan dizayn uslubi deb bilaman. Ya'ni ortiqcha narsa bo'lmaydi. Minimalizm degani o'zi hayotda ortiqcha, masalan, mashinasida ham ortiqcha narsa turmaydigan odamlar bor. Cho'mchagida ham ortiqcha narsa turmaydigan. Masalan, slishki ma'ni minimallashtirib tashalgan stil hisoblanadi. Ya'ni bu yerda remontga pul arzon ketadi degani emas u lekin. Bu yerda qimmatbaho MDFlar ishlatilishi mumkin, taxtalar ishlatilishi mumkin, toshlar ishlatilishi mumkin. Lekin bu yerda soddaligi bilan u chiroyli bo'lib turadi. Patologlar tekis bo'ladi. Jonga aytani, gostinitsalarga ham ko'p dunyo kezganimizda bilamiz-ku, ortiqcha narsa bo'lmaydi. Orqa tomonda yotoqxonada yotadigan joyingizda orqa tomonida podsetka qilib qo'yadi, bo'ldi. Shunaqa. Jonga tegmaydi o'sha. O'sha asfshenani o'zi sizga mazza qilib yorasiz, shuni ko'rib. Minimalizm bu arzon remont emas. Ko'pchilik o'ylaydi, arzon bu minimalizmdir. Tesla ham misol uchun haqiqiy minimalizm. To'g'rimi Abdulloh aka? To'g'ri. Lekin brendligi bor. Minimalizmda ham o'ziga yarasha
xarakterlari bor. O'ziga yarasha chiroyi bor. Xo'p, Abdulloh aka qarang, oxirgi payt ko'p kuzatyapman-da. Har xil dizaynni aralashtirib ko'plar remont qilyapti. Misol uchun zalni neoklassika qiladi, bu yog'ini minimalizm qiladi, qatlarni boshqachalar qilib tashlashyapti. Shunga qanaqa qaraysiz? Xo'p, bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak deb o'ylayman. Endi hammada har xil fikr bor. Meni fikrim shunaqa, mentalitetdan kelib chiqadi, ya'ni urf odatimizdan ham kelib chiqadi. Ya'ni bizda baribir bordi keldilar, mehmondo'stligimiz bordi. Qaysidir xonalarimizni sodda qilsa, yotoqxonalarni, detskiy xonalarni, bolalar xonasini, lekin kuxnyani, kiraverish holimizni, zallarni baribir roskishniy qilishga intilish bor bizning xalqimizda. Sababi kelganda chiroyli kutib oling deyshadi, mehmon. Chiroyli kutib olishadi, mehmon to'g'riga olib chiqing deyshadi. Yana yosh dizaynerlarga urg'u bermoqchiman-da. Mana oxirgi paytda ko'p dizaynerlar ko'paygandan keyin, tajriba yetishmasligidan keyin odatiy hol dizayn proyektni budjetini aniqlashtirishmaydi. Ko'p uchrayotgan oxirgi paytdagi xatolik, misol uchun balkim klientda ham pulini aniq etkizib emas. Siz nima deb o'ylaysiz shunga? Qanaqa maslahat berasiz hozirgi yosh dizaynerlarga? Proyektni budjetini qanaqa qilib ular to'g'ri taqsimlashsin yoki klient bilan qanaqa переговор qilishsin budjet masalasida? Budjet masalasida. Xo'p, budjet masalasiga keladigan bo'lsa, albatta klientlar ham hozirgi paytda juda dunyo qarashi keng, dunyo kezgan odamlar ham ko'p bizda, o'zimizning xalqimizda ham. Ular ham уже ajratishyapti-da, saviyali dizayner, saviyasiz dizayner deb ajratishyapti-da. Lekin budjeti kamroq bo'lib turgan mijozlar o'rta hol dizayner, ya'ni уровень o'rta dizaynerlarga ham zakaz berishadi-da. Masalan, deylik, bozor bitta narx bo'lsa, uni yarmiga ishlashga ham ular tayyor. Optligini oshirishligi kerak, ana mijozga dizayn kerak. Hammani o'zini anonisi bor, mijozi bor demoqchiman-da. Ya'ni ular o'sha balandorga osilmasdan turib, o'sha zinima-zina chiqish kerak bo'ladi-da, u dizaynerlar ham. Ya'ni o'sha etaplarni bosib o'tish kerak bo'ladi. Shunaqa paytda men o'ylayman, arzon bo'lsa ham dizaynni ovurish kerak. Sababi o'sha keyin bilim bo'lib qoladi o'ziga, tajriba maydoni bo'ladi. Shuna. Keyin yana bitta muammo bor-da, mana yaqinda bizada o'zimda lishni bo'lgan muammo, bir uyga bordik. Dizayn proyektlar tayyor ekan. Taniqli, hamma bilgan, o'sha studiya qilgan, kimligini aytmayman. Boshida klient bilan gaplashganda uyingizga $40,000 remontga yetadi deyishgan. Hop. Keyin ular xo'p deyishgan, $40,000 bo'lmasa qildira olaman deyishgan. Dizayn proyekt tuzishgan, o'zimiz remontini qilib beramiz deyishgan. Xo'p, necha pul qilib beramiz desalarki, oxir-oqibat $70,000 ga uyingiz remontini qilib beramiz deyishgan. O'zlari menga 40,000 degandan-ku nima 70,000 deyinsa, "Yo'q, o'zingiz dizayn proyekt davomida buni xohladingiz, buni xohladingiz, mamnaqa bo'lsin, bunaqa bo'lsin deysiz" deb klientni o'ziga ayb ag'dardi. Klient samosoy jahli chiqqan, mani budjetdan menimcha, ular menimcha narx aytishyapti deb shunga mana dizaynni klient bilan переговор qilayotganda, mana shu loyihangizga qancha tika olasiz, qanaqa periodda tika olasiz, mana shu narsalarni qanaqa qilib bir yechimini yaxshiroq, osonroq qilsa bo'ladi? Xo'p, bu narsa bir og'riqli savol, hozir kecha kunduzdek ko'pchilikni qiynayotgan savol deb o'ylayman. Bu yerda ikkita masala bor-da. Dizayn proyekt bilan va uni hayotda amalga oshirish. Ikkalovini qo'shganda bir klientda yasni kartinka hosil bo'lishi kerak-da. Nech pul tikaman cho'mchagimda, nech pulga tayyor turing. Zapasim qancha bo'lsin deydi-da. Bu odamda xavotir bo'ladi. Bu xavotirli savol-da o'zi. Bu xavotirni yechimi bor. Dizayn proyekt qilingandan keyin, qo'limizda xarita bo'lgandan keyin yurishimizga o'sha xaritamizda bor. Demak, o'sha yo'lga ketadigan xarajatni chiqarishimiz kerak biz. Benzinga, unga, yotoqxonaga deb oladigan bo'lsak, nima demoqchiman? Uni bir 80-90% o'sha elektrikasi, santexnikasi, nima material ketadi, gipsokartoni va hokazo hamma stroy materiallarni hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Buni dizayner hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Yo'q, buni endi qurilish organizatsiyasi bilan birlashgan holatda qilish kerak bo'ladi. Kim o'sha joyi realizatsiya qilmoqchi bo'lsa, o'shan bilan birlashgan. Albatta. Hozirgi kunda saviyali prorablarimiz ham ko'p. Bu uslubni qo'llashadi, smetani oldindan berishadi. Agar biz bilan ishlasangiz, smeta beramiz deb berishadi. Yoki hozir kecha kunduzda $300 dan sredni yoki minimalni $200 dan qilayotganlar ham bor ekan, uni bilmadim, qanaqa materiallar ishlatishadi. Kvadrat metr poliga. Poliga.
300 dan deb oladigan bo'lsa, bu yog'i 400, 500 ming, 1,5 minggacha ketaveradi. Masalan, biz ham Boulevardda bitta remont qilib berganmiz, 1,5 mingdan aylangan polli kvadratiga, 100 kvadratli joy. Masalan, u endi sifatiga, o'ziga qarab ketaveradi-da. Klient cho'mchagiga qarab. Albatta, masalan, ikkita sanuzelini o'ziga 20 ming dollarlik tosh olganmiz, ispan toshi kirgan. Masalan, u toshga keladigan bo'lsa ham, u ham odamning sog'lig'iga foyda taraflari bor-da. Masalan, ispan toshi bilan xitoy toshini nima farqi bor deydigan bo'lsa, ispanlar o'sha glina, loy deb oladigan bo'lsak, o'shani radiatsiyasi kam joydan oladi, ishlatadi va patologga qo'yganda 3 metr, 330, 320 lik ispan toshlarni ishlatishadi-da. Bu odamning sog'lig'iga foyda, ya'ni radiatsiya chiqmaydi undan. Telefonimizni masalan uxlayotganimizda kechqurun nariroqqa qo'yamiz-ku, u radiatsiya chiqaradi o'zidan, to'g'rimi? Bora-bora boyagi lampochkani temasiga qarab turib ketyapti bu ham. Yillar davomida odamga o'zi bilmagan holatda sog'lig'iga ta'sir qilib qo'yadi. Shuning uchun chet eldan kelayotgan tovarlarni ko'pchilik tushunmasdan qimmat-ku deydi-da, bunisini oling deydi-da. U ertaga baraka topkur, sog'lig'ingga, doriga ishlatasan degan joylari bor-da, uni ko'pchilik hisobga olmaydi. Bu endi ana chuqur mavzu, ichiga kirish kerak bo'ladi. Aytmoqchi bo'layotganim, biz odatda qanaqa ishlaymiz? Dizayn proyekt qilib berganimizdan keyin smetani chiqaramiz va oyma-oy qancha budjet chiqishini va oxirida qancha budjet bo'lishini yoritib beramiz klientga. O'sha har oyda necha pulga tayyor turishi va qaysi etaplar bitishigacha bir grafik qilib beramiz. Chiroyli xarida qilib berar ekansizlar-da. Albatta. O'sha rabochiy grafik bo'ladi. To'g'ri qilingan mana shu plan klientni muvaffaqiyatga olib boradi, oxirgi tochkaga olib boradi. Albatta. To'ppa-to'g'ri aytdingiz. Mana hozir misol uchun muammoni o'sha sal yana ochadigan bo'lsak, taxminan agar klient misol uchun hozirgi alohida o'zi 5-6 ta dizayn proyektlar bor, misol uchun, ya'ni dizaynlar bor. Misol uchun klient taxminan nima xohlayotganini ko'rib turib, misol uchun mana kvadrat metr polizga $500 mana shu hamma narsa bitadi. Bu taxminan plus minus 10-15% bo'lishi mumkin deb ham klientni psixologik tayyorlab qo'yish kerak ekan-da bu misol. Albatta, endi baribir har doim zapas olish kerak, chunki qurilish mollarini bilmaymiz. Masalan, yaqinda statistika bo'yicha 30% ga ham oshdi degan gaplar bo'ldi bozorda. Qurilish mollari 30% oshib ketdi, masalan. Remont qilayotgan odamga baribir budjetiga ta'sir qiladi bu. To'g'ri. Masalan, 10 ming dollarlik narsasi 15 mingga aylanyapti, masalan. Shunaqa, to'g'ri. Keling, Abdullohga endi mana klientlarni turlari haqida gaplashaylik. Klientlarning turlari. Qanaqa klientlar sizga ko'proq yoqadi? Injiq klientlarmi yoki o'zing bilganingni qil deydigan klientlarmi? Har xil turlar bor. Hammani o'ziga yarasha kaprizi bor, hammani o'ziga yarasha dunyoqarashi bor. Hamma o'shanga yarasha qanaqadir ishlagisi keladi. Mana shu odam bilan yana bitta proyekt bo'lganda ishlardim degan shunaqa klientlaringiz. Endi mijozlarning turiga keladigan bo'lsa, 3 kategoriyaga bo'laman men. 3 xil mijozlar bor deb o'ylayman. Birinchisi bu bozorchi deb atayman. Ya'ni bozorda ishlaydigan emas, bozorchi, ya'ni hammadan maslahat oladigan mijozlar. Ya'ni ayolidan oladi, o'rtog'idan oladi, qarindoshidan oladi, qo'shnisidan oladi, keyin oxiri o'zidan oladi-da maslahatni. Keyin baribir qilmaydi uni. Bu birinchi toifa. Ikkinchi toifadagi mijozlar bu o'rtahol mijozlar, o'rta mijozlar deb aytaman ularni. Ya'ni ular sizni mutaxassisligingizni biladi, sizga ishonadi, daveriya qiladi va ishini cho'tki qilib berganingizdan keyin sizni rozi bo'lib, siz xizmat haqqingizni berib, xursand bo'lib ketadi. Va uchinchi toifadagi insonlar, bular dunyoqarashi juda keng, juda ko'p qurilishlar qilgan, juda safarlarga juda ko'p chiqqan, juda krugoobzori katta insonlar, katta mijozlar deb o'ylayman, keng. Ya'ni ular bilan ishlaganda maza qiladi odam. Ya'ni menga oddiy anaqadan ko'ra injiqroq klientlar ko'proq yoqadi. Nimaga aytsa, u o'sishimga sabab bo'ladi. Ulardan qochish kerak emas, naborot. Ular bilan negativlashish kerak emas, naborot ularning holatiga kirib ko'rish kerak-da. Har doim emotsionalniy bir voqelik bo'lganda 360 gradus shu emotsionalniy kirilsa, o'sha holatga yechim chiqib kelaveradi o'zida. Bu anu mijozdan ko'ra sizga ko'proq bilim beradi, masalan, ko'p narsa olasiz. Ko'tarilishga sabab bo'ladi. Mana shunaqa mijozlar bilan ishlayotganingizda qanaqadir bir qiziq holatlar, qiziq voqealar bo'lganmi ish jarayoningizda sizni? Xo'p, eng katta olgan insightim ancha oldin bo'lgan bu. Aytganingizdek, boy smeta masalasiga keladigan bo'lsa, bitta proyektni taxminan 12-15 sotuvli uchastka olganmiz, podключ olganmiz. Rekonstruksiya bo'lgan, rekonstruksiya bilasiz, job boshqaruv juda. O'sha obyekt olinganda smeta qilinmaganda. Smeta qilinmagan, bu katta xato bo'lgan, lekin katta dars bo'lgan menga hayotimda.
bir 300 ming 400 ming dollar ketadi deb chamalanganda qancha ketgan deb o'ylaysiz shu yerga? Smeta qilinmasa o'zi birga bir ketadi deyishgan maqolam bor, fakt ham bor. To'g'ri. Birga bir ketadigan 300 ming 400 ming baholangan o'sha 1 yil davom etgan remont, полный bassenlar qurilgan, hamma ichida yengilab tashalingan, mebellargacha yengilangan, italyanskiy mebellar bor edi. Ularni полностью montaj, demontaj qilib, mashinalarning kraskasi sepilgan, juda katta xarajatlar bo'lganda, qancha ketgan deb o'ylaysiz shu yerga? 500-600. Yana shuncha qo'shib o'ring. Yo'q. Rovni 1 million ketgan, undan oshiq ham ketgan. Bu kimga jabr desak, mijozga jabr. Mijozga jabr. O'shaning uchun aniq faktlar bilan gaplashilinsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushunarli. Men bitta qiziq, menga ham, endi hammaga qiziq bo'lsa kerak, eng qimmat olgan proyektingiz taxminan necha pul? Eng qimmat olgan proyektim qanaqa masalan? Misol uchun mana bitta dizayn loyihani oldingiz, o'shani dizayn proyektini qilib berish uchun eng qimmati. Xo'p, eng qimmati qarash kerak ekan tarixi deydi. Abdullohga qarang, hozirgi paytda texnika juda ham rivojlanib ketyapti. Texnika rivojlangandan keyin mana sun'iy intellektlar, mana texnologiyalar kuchayib ketyapti. Даже yaqinda videolar tarqab ketdi, ko'rgan bo'lsangiz, robotlar ustachilik qilayotgani. Hozirgi kunda ham bor, sun'iy intellekt dizayn proyekt qilib beradi. Nima deb o'ylaysiz? Yildan yilga ular rivojlanib, ular shakllanib, dizaynerlarning ishini olib qo'ya oladimi? Misol uchun hozirgi bir xil sohalar bor, явный sun'iy intellektli u sohani yopdi. То есть odam faktorini olib tashladi o'tdan, faqat ular qilyapti. Dizayn, interyer, mana arxitektura sohasida ularning o'rni kelajakda qanchalik zo'r bo'lib ketadi. Masalan, hop sun'iy intellekt qarashi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, sizni gapingizda ham to'g'ri ma'no bor, mantiq bor, ya'ni oddiy misol taksichilikni, taksoparklar bo'lardi oldin, taksoparklar yovib ketdi, qisman bordir, hozir bilmayman. Yandexga o'tib ketdi-da, bu ham sun'iy intellekt. Masalan, yana ko'plab sohalar bor. Doktorlar masalan onlayn bo'lib ketdi hozir ko'p. Masalan, o'zim ham bir ikkita masalalar kerak bo'lsa, sirazi anaqa chiqaman-da. Vaqt yo'q-da. Jiddiyroq masalalar bo'lsa, doktorlarga borishadi masalan. Частный klinikalar ochilib ketdi. Ko'p-da yo'nalishlar. Bizani sohamizda hali beri menimcha ChatGPT bo'ladimi yoki sun'iy intellekt bo'ladimi, sizga to'laqonli 100% yechim bermaydi. Sababi bitta o'sha uyingizni rasmga olib tashlaydigan bo'lsangiz, taxminiy sizga ideya beradi, lekin razmerlarni chiqarib berishi, uni qo'l mehnati baribir qadrli bo'ladi, hunar baribir har doim qadrli bo'ladi deb o'ylayman. Bu chunki hunarda bu. Hunari polностью, mana bitta xonani uni proyekt qilib turib, mebelirovka qilib turib, uni trixmerkada ko'rsatib turib, keyin ikirchikagacha razmer berish kerak-da. Ustalarga uni tushuntirish kerak. Misol uchun sun'iy intellekt borib tushuntirmaydi-ku. To'g'ri, savol bersangiz qanaqadir ma'noda javob berishi mumkin. Men hali beri lekin buni egallaydi deb o'ylamayman. Arxitektura, dizayn, qurilish sohasini hali beri egallaydi deb o'ylamayman. Mana arxitektorlar biror bir loyiha qilishdan oldin uni vizualni ko'ra bilish kerak. Siz qanaqa darajada shunaqa ko'ra olasiz? Bir xil men bitta arxitektor, dizayner bilan gaplashganman-da, bitta proyekt olganman degan. U proyektni ko'ra olmagunimcha, vizualni ichiga kirib yasha olmagunimcha uni boshlamaganman degan. U juda ham 2 barobar, 3 barobar vaqt ko'p ketib qolgan. O'tiraman kompyuterga boshlayman desam, nimadir bo'ladi, to'xtab qoladi. O'zim qilgim kelmaydi. Siz ham qanaqadir darajada kirasizmi o'sha, yashab ko'rasizmi oldindan o'sha uyda? Ya'ni endi yashash kerak bo'ladi. Albatta yashamasdan iloji yo'q edi. O'sha his qilib emotsionalniy boya gaplashdik-ku. Hissiyot bilan o'sha kirib ko'rish kerak-da. Klientni obraziga kirib turib siz o'sha yerda yashashingiz kerak. Klient o'rnida yashab ko'rishingiz kerak. O'zingiz bo'lib turib emas, klient bo'lib turib yashashingiz kerak-da. U qanaqa masalan boya gaplashdik-ku, nechida turadi, qanaqa masalan bir xil 5 minutga kerak bo'ladi, tez choy ichib ishga ketish kerak bo'ladi-da. Bir xil xotirjam o'tirib divanli zonada choyimni ichib xotirjam ishimga ketaman deydi-da. Har xil insonlarda har xil psixologiya bor-da. Ularni o'rganish kerak va erta обязательно yashash kerak, yashamasdan iloji yo'q. Agar mana shu vizualni kira olmasa, boshlash kerak emasmi dizayn proyekt? Dizayn proyektni boshlash kerak emas deb aytolmayman. Baribir qilib kelayotganlar bor, yo'q emas, qilib kelyapti, lekin ularning natijasi menimcha klientni qoniqtirmaydi deb o'ylayman. Chiqmaydi. Ya'ni klient rozi bo'lmaydi-da. Maqsad rozi qilib pul topish-ku. Klient rozi qilsa, inson maza qiladi deb o'ylayman.
ya'ni bu yerda emotsiya borda. Inson hunarni qilgandan keyin bo'ldi, pulni qildi, ketdi emasda. Puldan tashqari o'sha insonni maza qilishi, unga rahmat aytishi, kerak bo'lsa to'ylarga chaqirishi, shunaqa holatlar bo'lgan klientlar bilan oshiga chaqirib turib, yig'lab turib kuzatib o'rganmiz. Yig'lab endi sizlar bilan bo'ldimi? Shu qanchadir muddat ishladi, 1 yillab emotsiyada. Eng zo'r o'sha bo'lsa kerak. Ha, quchoqlashayotganda ko'zda yoshini ko'rsangiz, maza qilaverasiz. Eng zo'r joyi, eng asal joyi deydi. Asal joy. Shaxsiy rivojlanish qanaqa sizda? Misol uchun o'z ishingizga bo'lgan qanaqa rivojlantirasiz? Kasbingizni, talantingizni deydimi yoki shu shaxsiy ish rivojlanishingiz? Xo'p, shaxsiy rivojlanish, men bunga qattiq qarayman, jiddiy qarayman. Hozirgi paytda bu kerak narsa, ya'ni ekspertlar, soha egalari, masalan, hunar egalari bu narsani yillar davomida ishlab kelgan insonlar o'zini ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib turib, ommaga tanitib turib, o'zini uslugasini berish kerak deb o'ylayman. Sababi ekspertligi kuchli emas, sohada uncha kuchli bo'lmagan insonlar chiqib kelyapti-da, shuni oqibatida bo'shlik hosil bo'lyapti. O'tmishda ancha yildan beri mana shu sohalarda ishlab kelayotgan insonlar o'zini olib chiqib bera olmayapti. Ya'ni klientlarga, mijozlarga o'zini ko'rsatib bera olmayapti-da. Shu narsani ko'rsatib, o'zini uslugasi bilan ularni manfaatlantirish kerak. Mana bugungi suhbatimiz manfaat haqida-ku. Manfaat haqida. Manfaat, haqiqiy manfaat bera olish kerak-da. O'shaning uchun mana ba'zi klientlarni xayolida bor, dizayner kerak emas, lishniy pulini oladi, prorab kerak emas. Undan ko'rasi mana bitta amakim bor bo'shlar, ular qarab yuradilar yoki men bitta ko'rganman, xuddi shunaqa qilaman degan fikrlar o'shanda menimcha ommaviy fikrlarni o'sha haqiqiy tajribali ekspertlar, mutaxassis egalari chiqib turib o'sha o'zini ko'rsatsa, o'shanda menimcha ommaning fikri o'zgaradi deb o'ylayman. Albatta, endi bizani mijozlarga keladigan bo'lsa, bizani mijozlar juda band insonlar, bizani mijozlar juda ko'p sayohat qiladigan insonlar, bizani mijozlar bunaqa narsaga vaqt ajratadigan insonlar emas-da. Shundan ajratsa ham bo'ladi. Shundan ajratsa ham bo'ladi. Ertaga tog'asini, amakisini chaqiradigan holatlar bo'lsa, ertaga o'zligiga 2 baravarlab stress olishligi mumkin. Shunaqa holatlarni ko'rdi, yuz ko'rmas bo'lib ketdi amakisi bilan yoki o'zini qarindosh urug'i bilan stroykaga qo'yib turib, masalan-da, konfliktlar ko'p bo'lib kelib chiqadi-da stroyka jarayonida. Bu til bilan tushuntirib beradigan narsa emas. Buni o'sha holatga kirgan insonlar biladi buni. Hozirgi yosh dizaynerlarga, o'qib chiqqan dizaynerlarga o'z tajribangizdan kelib chiqib nima maslahat bera olasiz? Ular qanaqa qilib kreativnostini, o'sha boy vizualning kirishini, dunyoqarashini qanaqa qilib kengaytirgani yaxshiroq? Siz misol uchun 15 yilda shu darajaga erishgan bo'lsangiz, ular hozir boshlagan bo'lsa, siz nima maslahat berasiz? Sizni urovingizga kelish uchun mana 5 yilda yoki 7 yilda shu 2 barobar yo'lni qisqartirish uchun. Xo'p, qisqartirish uchun birinchi o'chirda shu mana shu yo'lni bosib o'tgan insonlarni kompaniyasida ishlash kerak yoki ularga shu shogird bo'lish kerak. O'shalar bosib o'tgan yo'lini o'shanda o'rgatadi deb birinchi anaqam shu maslahatim. Ikkinchi maslahatim dunyo kezish kerak. O'shanda men kreativnostni albatta o'shanda ko'tariladi, ularni shakllanadi. Juda shakllanadi. Safar qilish kerak-da, xullas. Hurmatli boshlovchi dizaynerlar yoki boshlamoqchi bo'lgan dizaynerlar, sizlarga zo'r insight bo'ldi. Birinchisi haqiqiy ustoz ko'ringlar, ikkinchisi albatta dunyo ko'ringlar, shahar ko'ringlar, safar qilinglar. Bekorga aytilmagan ekanda, safar qilish bu ko'p yaxshiliklar bor. Ko'p yaxshiliklar bor, juda ko'p odam aytganingizda krugoy obzor juda ochilib ketadi. O'zingiz qanaqa часто safar qilasizmi? Men juda safar sevarman deydi. Ashilda ham, ashilda ham xudo xolisa 4-5 ta safarlarni reja qilib turibmiz. Har yili o'zi mana shu 4-5 ta safarlarni reja qilamiz. Qanaqa sohangiz bo'yichami yo soha bo'yicha? Yotishdan foyda yo'q. Ikki xil odam bor-da, safarga chiqadi, yotib keladigan odamlar bor, prosta safarga chiqib polni chiqatni qoldirmasdan aylanadigan insonlar bor. Men ham shuni ko'p ta'kidlayman-da, bir xilgilarga. Hozir turk kompaniyalar bor-ku, siz uchun hamma muammongizni hal qilib beradi. Dinimizda musofir bo'lmaguncha musulmon bo'la olmaysan degan bir hikmatli gap bor. Albatta. Hozirgi turk kompaniyalar u musofirchilikni men o'ylashim bo'yicha prosta yo'q qilgan. Prosta siz uchun transfer, samolyot, otel, qayerga borish, qayerga kelishingiz, borasiz, prosta siz uchun hammasini hal qilib beradi. Mana shu siz fikringizga qo'shilaman. Prosta tupi borish kerak, o'sha ish bilan, reja bilan borish kerak. Ko'pchilik til bilmayman deydi yoki qo'rqaman deydi, adashib qolishdan qo'rqaman deydi. Prosta borib, yo'l yo'rig'ini ko'rsatib,
o'zi topib oladi yo'lni oldin. To есть o'zingiz bilet sotib olib, o'zingiz anaqa qilib, o'zingiz sotib olib, o'zingiz anaqa qilib. Biz ham shunaqa qilib ko'rmoqchimiz yaqinda, zo'rligi. Qayerlarga safar xudo xolasa endi? Rejalar bor, xudo xolasa. Hop, Ispaniyaga reja qilib turibmiz. Ispaniyaga ketamiz may oxirida xudo xolasa. Undan oldin ham issiq o'lkalarga chiqmoqchimiz, yana Abu Dhabi, Dubay, endi ko'p borib keladigan davlatlarimiz, Turkiyaga chiqqanmiz, endi shu Yevropalarni ko'rmoqchimiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Rivojlanish kuchli bo'lgan, sohamizga ta'sir qiladigan davlatlarni ko'proq aylanamiz. Ko'rish kerak. Shunaqa albatta. Yangiliklarni o'rganib, bu yoqqa olib kelib, ularni o'zimizning milliy interyer bilan shakl aralashtirib, chiroyli narsa berish kerak. O'stirish kerak. Любой soha o'ssa, rivojlanish bo'ladi. Masalan, Abdullohga qarang, boya narx bo'yicha gaplashdik-ku. Hozir bitta muammo bor-da. Hozirgi paytda Nestwonda, misol uchun o'zimda yaqinda bitta proyekt chiqdi. 55 kvadratli dizayn proyekti tayyor, o'shani remont qilish kerak aytibdi. Men Nestwonni bilaman-ku, qanaqa kaprizli joylari bor, nimalar qilish kerak, juda ham bir o'ziga yarasha talablari bor, normativniy talablari bor. O'shanga qarab narx qo'yamiz-ku biz. Xo'p. 55 kvadratli misol uchun boshqa yoqda, например, aytadigan bo'lsak, $300 ga qilib bera olamiz. Nestwonda 450-500 deylik. Klient noto'g'ri tushunyapti shu narsani. Nimaga ayoqda san unaqa qilib berasan, bu yoqda bunaqa qilib berasan? Mana shu narsaga ozgina sizni fikringizni bilmoqchiman. Tushundim. Nestwonga keladigan bo'lsa, u yerda o'zining normativlari bor, ya'ni ventilyatsiya, OVK degan narsalar bor-da. O'sha elektrichеский частьlari, santexnika частьlari, hammasi ularni o'sha normalari bo'yicha qilish kerak bo'ladi va yerda samasaboy mutaxassislarni ikkita aql emasda 5 ta aql ishlash kerak bo'ladi-da. Sizning расходingiz demak ko'payadi-da. Vaqt jihatdan ham, masalan, xodim jihatidan ham ikkita xodimingiz ishlayotganda 4 ta xodim ishlash kerak bo'ladi-da. Ularga samasaboy plyus ketadi-da. Masalan, ko'chada shu 20-30 dollar ishlayotgan bo'lsangiz, 50 dan 100 gacha ishlashyapti, masalan. Bor. Nestwonda shu realni hozirgacha kunduzda shunaqa ishlayapti. Nimaga desangiz, shu yerda ularni talabi bo'yicha qilib berish uchun o'ziga yarasha kuch, aql ishlatilinadi. Keyin yana bitta narsa bor-da. Menga to'g'risi alam qilmaydi-yu, неприятный bo'lgan narsa. Misol uchun xorijiy davlatda xodimlari, ya'ni o'sha arxitektorlar, dizaynerlar, o'sha prorablar, misol uchun bitta klient bilan shunaqa muammo bo'ldi. Klientga aytgan, "Sani uyingni kvadrat metrini $800 dan qilib beramiz" degan. Klient bizga chiqyapti, "Nech puldan qilib berasizlar?" Biz aytamiz, "Proyektni o'rganib chiqamiz, smetalash hammasini $500 dan qilib beramiz" deyapti. Ana $800 dan qilib berdi, va qilib berlaring. Bizga kiryapmiz har xil cheklovlar. Cheklov shu darajaga olib boryaptiki, oxiri, "Yo'q, men qilmayman bu proyektni. O'zing qilaver." Klient aytayapti, "Nimaga?" deyapti. Endi tushuntirib beramiz. Mana shu narsa ham men noto'g'rimi deb o'ylayman-da. Endi bir xil holatlar bor, masalan, qaysi obyektligini aytmayman, bir xil obyektlarda olingandan keyin aytganingizdek o'ziga yarasha, masalan, yuk mashinasi keladi, olib keladi siznikini. Uni o'zini yuk mashinasi bor, dvorga olib kiradi. Ertadan keyin siz quruvchilarga berib turib olib chiqtirasiz-da. Двойной, тройной расходlari bor-da. Parkingdan olib kir deydi. U necha kilometr uzoq bo'ladi, masalan-da. Shu narsalarni hisobga olish kerak bo'ladi-da, baribir. U narsa keyin chiqib keladi. Boya aytasiz 800 deb o'shani hisobini olgan bo'lishi mumkin-da. Yaqinda tanishim ham aytayapti, Nestwondan proyekt qilyapti. Bitta o'sha yuk material olib chiqib tashlaydigan gruzovoy lifti bor ekan. 500 ming berdim deyapti. Bitta xotiga. Prosta o'sha bitta yukni olib chiqib, tepaga olib chiqib berishiga. Uni ruchnoy olib chiqaman desam, qiyin deydi. Keyin bitta xotkani 500 mingga olib chiqdim deyapti. Ikkinchi xotkaga yana so'rayapti deyapti. Keyin gipskartondan keyin gipskardonni o'rtasidan bo'ldim deydi, bolalarga dedim, o'zligi olib chiqinglar deb o'zligi olib chiqtirishdi. Shunaqa qonun qoidalari bor. Har bitta baribirga ham u shaxsiy mulk bo'lgandan keyin o'zining qonun qoidasini qo'ya oladi. Bu menimcha normal holat. Normal holat, to'g'ri. Siz uyingizda o'zingiz qonun qoidangizni qo'yasiz, ular ham o'zining uyida o'zining qonun qoidasini qo'yadi. Ular ham bekorga qo'ymagan o'sha qonun qoidani. O'shani hisobiga ham agar Nestwondan proyekt chiqsa, qimmatroq aytsak xafa bo'lmanglar, chunki mana aytganimizdek o'ziga yarasha albatta talablari bor, o'ziga yarasha расходlari bor. Urovingni joyi, urovingni расходi bo'ladi-da. Da, конечно, urovingni joyi, uroving расходi bo'ladi. Chunki ko'cha tozaligi bor, erta ham masalan tozaligiga qattiq qarashadi, o'sha krallar ishlaydi, boshqa bo'ladi. O'zini shart-sharoiti bor-da hammasini. Shunaqa. Abdulloh aka, siz juda ham band odamsiz, bilaman. Kuningizni qanaqa qilib rejalashtirasiz? Xo'p,
kun rejasiga keladigan bo'lsa, Faxriddin yaxshi savol berdingiz. Men odatda bir kun oldin reja qilaman. Kechqurun yotishdan oldin ertangi planni tuzaman. Masalan, soat 9 da palonchi bilan strecham bor. Kunimizda endi xudo xolisa yaxshiliklar bilan boshlashimiz kerak. Avvalambor o'zi shaxsiy ishlarni qilib bo'lganimdan keyin ishga keladigan bo'lsa, 9 da palonchi bilan uchrashaman. Undan keyin 10 da men bilan uchrashaman yoki 12 da bu yoqqa borishim kerak yoki palonchi kelish kerak deb shunaqa hammasini rejalab tuzib olaman-da. Uni ichida ishni muhimidan boshlash kerak degan qoida bor-ku. Eng muhimlariga ana olovchani ko'paytirib berib qo'yaman. Olovchani berib qo'yaman. Yonyapti degan. Telefonga, zametkaga. Har kuni kunlik plan degan kanalim bor. Shu yerda turadi shu narsa. Ertangi uje maqsad bor. Ya'ni inson har kunlik katta maqsadlar bo'ladi-ku o'zi. Inson katta maqsadlar qo'ygandan keyin kichkina maqsadchalar bilan uni olib borish kerak-da. Biz kunimizni tartibini qilmasak, lekin umr ham o'tib ketaveradi. Yaxshi savol berdingiz. Fokus asosan nimaga qaratmoqchisiz? Kelajakdami? Soha yuzasidanmi? Soha yuzasidanmi? Hayot yuzasidanmi? Nima bo'lsa ham. Fokus hozir mana shu yerda qayerda sizda fokusingiz? Fokusmi? Endi ishda, oilada hammada har xil bo'ladi-ku. O'zim oilani vaqtida oilada fokusim, ishchi vaqtida fokusim ishda mana. Asosan ishda. Boshqa agar soha egasi bo'lganingizda qaysi sohada o'zingizni ko'ra olardingiz? Hop, boshqa soha egasi bo'lganimda yaxshi savol bo'ldi lekin. Men misol uchun o'zimni yoshligimda orzuyim bor, doktor bo'lmoqchiman bo'lardim. Chunki bizning oilamiz doktorlar oilasi, ko'p tibbiyot xodimlari bo'lganligi uchun men o'zimni tibbiy xodim bo'lardim, xirurg bo'lardim. Oldin yoshligimda nimalardir kesib, kimlardir tuzatib, kuchuv bo'lardi, kuchuvlarni tuzatib, mana shunaqa qilardim-da. Keyin o'ylaganman, 8 yil o'qiysan, 11 yil o'qiysan degandan keyin, shuncha o'qiymanmi? 30 ga kirganimda ham o'qiyotgan bo'lar ekanman, qachon uylanaman deb turib, bu sohani tanlamaganman. O'qishni o'ylab turib. O'shanga siz qanaqadir soha? Menimcha biznesga qaratardim. Biznesga biznes bo'lardi menimcha. Tushunarli. Abdulloh aka, suhbatimiz hammamizga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Ozgina bo'lsa ham, xudo xolasa bu birinchisi emas. Boya aytganimdek, oyog'ingiz yengil kelib, xudo xolasa yana siz bilan boshqa mavzularda, boshqa temalarda xudo xolasa podkast qilamiz degan umiddaman. Xudo xolasa hammamizga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Bu manfaat podkastimizni xudo xolasa Abdulloh akam mana yaxshi informatsiyalar, yaxshi tajribalar bilan o'zlarini tajribalarini bo'lishdilar. Rahmat aka. Yana salomat bo'ling. Qolamiz. Agar ikki og'iz qanaqadir o'zingizni gaplaringiz bo'lsa, bemalol. Xo'p, ikki og'iz gaplarga keladigan bo'lsa, yana yosh arxitektor dizaynerlarga urg'uni qaratadigan bo'lsa, umuman kim bo'lishimizdan qat'iy nazar ota-onaning duosi juda muhim deb o'ylayman. Ya'ni shu darajalarga kelishimizga baribir ota-onalarning duoligi sabab bo'ladi. Va o'zimizdan qolib ketadigan ezgu amallarda shu hayotdagi maqsadimiz ham shu bo'lishi kerak deb o'ylayman o'zi asli. Chunki ota-onani rozi qilgan insonni hech qachon bir oyoq osti bo'lganini ko'rmaganman hayotda, faqat yuksalgan. To'g'ri. Maslahatim. Interyer dizaynerlar bilan, arxitektorlar bilan hayotimizni yoqimli qilaylik. Yoqimli uyda, yoqimli remontda hammamiz chiroyli yashaylik. Hammaga rahmat.